Jigar, hozir men sizga haqiqiy chukotella tayyorlashni o'rgataman. Uning uchun bizga kerak bo'ladi shashlik, non va salfetka. Shashlikni olamiz, mana uchini artamiz. Xuddi mendek qiling. Diqqat bilan tinglang. Shundoq shashlikni nonni o'rtaga qo'yib, shashlikni ham shunday bosamiz o'rtasiga. Bo'lgan joyiga shuni non bilan siqdan chiqarib olamiz. Ko'ryapsizmi buni? Xuddi mandaqa qilinglar. Bu mandaqa qilmasanglar o'xshamaydi. Mana qilib qiymalarni solib, falgaga solib ko'rdinglar, mana xuddi mana shunaqa qilinglar. Shunda aniq 100% o'xshaydi. 4 ta qiyma, bitta butun non va piyozi отдельно. So'zlari bilan ketadi-yu. Yevoraverish kerak buni. Mana qarang. Mana uksuzlarni seping. Shunda mazza qilib yeyishlik bo'ladi. Shunda solgandan keyin salfetga soling. Salfetga solgandan keyin bu to'g'irlab bitta qilib uzatib yuboring ukajonim. Mana bu yoqda ham mana qiymalarimiz ketyapti. Ko'ryapsiz kattaligini. Mana shuni solib dastlabki uzating. Yoqimli ishtaha. 4 ta jazimiz ham bormi? Okajonim 4 ta jazni ham olaylik. Qani? Mana 4 ta jazimizni ham xuddi shunday qilib olasiz. Shuni artasiz. Orqa tomonni artasiz, toza qilamiz. Ikkitasini bundoq, ikkitasini bundoq qo'yamiz. O'rtasiga mana bunaqa piyozni mayin qiladigan joyidan solib Bismillahirrohmanirrohim deb ustidan sepib 1 daqiqa. Yoqimli ishtaqa, bitta like bosib qo'yinglar.